Nima qilyapsan? Solestromni ko'rmayapsan? Buni aytayotganim yo'q, pullayapman. Ha, bumi. Chivita jeb ketishibdi. O'zing ham olarding, o'rtoq. Qanaqa o'rtoq? Men seni boshlig'ingman. Bunaqa ishlaring qaytib ko'rmang. Voy bu, odamga bir mansab berilmasin ekanda, darrov o'zgarib olganingni qara. Sen bilan hazillashayotganim yo'q. Yana bir marta ko'rsam chora ko'riladi. Tushundingmi? Bor ishingni qil. Yashamadinglar? Nima haqida gaplashmoqda? Shpionlar haqida gaplashamiz. Hamoqatli bo'ldimi? Hamoqatli. Hamma ishiga. Mana bilan olib qo'yma. Nima qilganingiz Rustam tog'a? Nimani aytyapsan? Meni hammadan ajratyapsiz. Senga bitta savol. Mana burun nima uchun berilgan? Nafas olish. Ana o'sha nafas oladigan burningni hammaning eshigiga siqurganing uchun hech kimni sen bilan o'tirgisi ham, gaplashgisi ham kelmadi. Tushundingmi? Hali qarab turlaring. Odam ajrashish ko'rsatib qo'yamiz keyin. Xo'jayin, bilasizmi? Ana Rustam akani jiyani Sardor bor-ku, o'shan bilan Mafsuna opani o'rtasida yaxshi ishlab bo'lmayapti. Sizga bu narsalar yoqmaydi. Shundan sizni xabardor qiladigan-da, xo'jayin. Sen menga yana nimalar yoqmasligini bilasan? Yo'q. Senga o'xshagan laganbardor quloq xodimda yoqmaydi. Xo'jayin, siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Ishonmasangiz video rasmlari bor, ko'rsatishim mumkin. Kerak emas. Bor menga Maftunani chaqirib. Bir marta eshitdim. Maftunani chaqir dedim.